Assalomu alaykum Astrostar Mila kanalining aziz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Bugun Savr, ya'ni Buzoq burji vakillari uchun 2025-yil Ilon yili uchun qiziqarli hodisalarga boy goroskopni e'tiboringizga havola qilaman. Bu yil juda katta o'zgarishlar sodir bo'ladi, chunki eng katta va og'ir planetalar bir burchdan boshqasiga o'tadilar. Dunyoda bo'ladigan bunday katta o'zgarishlar har 3, 7, 14 va 20 yilda sodir bo'ladi va insonlarning fokusini va yo'nalishini o'zgartiradi. 2025-yil sizga nimalarni olib keladi, qaysi sohalarda va qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini izohlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, chunki faoliyatimizning rivoji aynan obuna bo'lishingiz, loyihalarimizga like bosishingiz va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirishingizga juda ham bog'liq va sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq. Endi esa buzoq burchlari uchun hisoblangan prognozimizga o'tib, izohlashni davom ettiramiz. Bu yil buzoq burchlarining hayotida juda ko'p muhim katta o'zgarishlar sodir bo'ladi, chunki sekin planetalar Saturn va Neptun Qo'y burjiga kiradilar, Uran egizaklar burjiga o'tadi, Pluton Qovg'a burjiga o'tdi, Yupiter ham burjini o'zgartiradi. Video davomida bularning sizga ta'sirini izohlayman. Sizning planetangiz pullar, go'zallik va sevgi, yaratuvchanlik planetasi Venera yilning boshidan aprel oyigacha kelajakni bildiruvchi shimoliy oy tuguni bilan birgalikda sayohat qiladi. Bu kelajak uchun tashlanadigan qadamlarni bildiradi. Bu sizga yangi kasb-korni, yangi mutaxassislik, yangi bir yo'nalishni yoki yangi muhitni berishi mumkin. Yangi odatlar va yangi qiziqishlar bo'lishi mumkin. Masalan, san'at, ijod, yaratuvchanlik, dizaynerlikka qiziqish ortadi. Ijodkor insonlar bilan uchrashasiz yoki sizning ma'naviy, diniy tomonlaringiz kuchayadi. Siz bu davrda yanada marhamatli, insonlarga hamdard va yordam qo'lini uzatuvchi, shifo beruvchi insonga aylanasiz. Duolaringiz kuchli ta'sir qiladi. Ilohiy himoya va inson suratida farishtalarning yordami keladi. Ruhiyatingiz yuksaladi. Sevgan insoningiz bilan munosabatlarda qalban bir-birini tushunish va poddershka bo'ladi. Lekin Venera ham bu yil 2-martdan 13-aprelgacha retrograd holatda bo'ladi. Bilasiz, agar u retrograd bo'lsa, ishlaringiz orqaga ketadi, sog'lig'ingizga yomon ta'sir qiladi va pul borasida to'xtalishlar bo'ladi yoki o'tmishda qolib ketgan ishlarni bajarish uchun uyg'un bir payt bo'ladi. Shu sababli 2-martdan boshlab 40 kun davomida turmush qurish, go'zallik protseduralar va pul bilan bog'liq operatsiyalarni o'tkazish, sarmoya kiritish tavsiya etilmaydi, chunki keyin pushaymonliklar bo'lishi mumkin. Bu davrda sobiq sevganingiz sizni eslashi mumkin. Aprel oyida Venera 11-uyingizda sayr qiladi va sizning do'stlar va hamfikrlar bilan go'zal uchrashuvlaringiz bo'ladi. Siz tadbirlarni tashkillashtirasiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda ajoyib yaratuvchanlik qobiliyatingizni namoyish etasiz. Venera 30-aprelda yana 12-uyingizga qaytadi va 6-iyungacha qoladi. Shu davrda sizni e'tiboringiz ko'proq salomatlikka, o'z ichiga sho'ng'ishga, dam olishga yoki uyda ko'p izlanishlar olib borishga qaratiladi. Energiya, kuch, harakat, faollik, shijoat va liderlik planetasi Mars sizning 3-uyingiz. Muloqotlar, opa-ukalar, ta'lim, texnika va sayohatlar sektoringizda ko'p vaqtdan beri sayohat qilyapti. Mars 2024-yilning oxirida 7-dekabrda retrograd holatga o'tgandi va uning orqaga qaytishi bu yil 24-fevralgacha davom etadi. Bunda insonlarga energiya, shijoat, kuch-quvvat yetishmasligi va qandaydir bir agressiv holatlar takrorlanishi mumkin, chunki Mars juda emotsional burj qisqichbaqada sayohat qilmoqda. Bu davrda sizda hujjatlar bo'yicha to'xtalishlar, takrorlashlar va kurashlar bo'ldi. Opa-ukalar bilan tortishuv bo'lgandir yoki ta'lim olishda ko'p kuch sarfladingiz. Texnik jihozlaringiz sekin ishlagan bo'lishi mumkin. Mars 19-aprelgacha ushbu sektoringizda sayohat qiladi. Ko'p uchrashuvlar va muloqotlar bo'ladi. Malakangizni oshirasiz, dokumentlarni to'g'irlaysiz. Uzoq yaqin sayohatlaringiz, bordi-keldingiz ko'payadi. Biron bir sertifikat yoki siz haydovchilik guvohnomasi olishga harakat qilasiz. Karmik tugunlarga kelsak, 2025-yilda 4 ta tutilish sodir bo'ladi. Tutilishlar yangi oy yoki to'lin oyning oy tugunlariga yaqin turganda sodir bo'ladi. Bunda biz istasak-da, istamasak-da karmik oy tugunlari taqdirimizni o'zgartirishadi. Demak, taqdirni o'zgartiruvchi karmik oy tugunlari o'qi
2025-yil 12-yanvardan burchlarni o'zgartirdilar va Shimoliy oy tuguni Baliq burjiga o'tdi va Janubiy oy tuguni Sumbula burjiga o'tdi. Bu xizmat qilish va salomatlik o'qi deyiladi. Shimoliy oy tuguni 2025-yil 12-yanvardan 2026-yil 27-iyulgacha sizning 11-uyingizda bo'ladi va 1,5 yil davomida sizning diqqat e'tiboringiz do'stlar, guruh va jamoalar, ijtimoiy tarmoqlar, yangi orzu-umidlar va yangi kelajakka qaratiladi. Endi sizning ishingiz, qiziqish va hobbilaringiz, internet va ijtimoiy tarmoqlaringiz, do'stlaringiz, guruh va jamoangiz o'zgaradi. Siz yangi jamiyatga qadam qo'yasiz, dunyoga ochilasiz, yangi orzu-niyatlar izidan ketasiz. Albatta inson yaxshi niyat qiladi, lekin karmik tugunlar sizga internet, do'stlar, sevganingiz va farzandlar borasida e'tiborli bo'lishni ko'rsatadi, chunki ular bilan bog'liq taqdirni o'zgartiruvchi hodisalar yuz beradi. 18,5 yil oldin sodir bo'lgan hodisalarga o'xshash vaziyatlar yuzaga keladi. O'ylab ko'ring, hayotingizda 2006-2007-yillarda nimalar yuz bergan yoki 9 yil oldin nimalar sodir bo'lgan bo'lsa, o'shani teskarisi yoki natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni 2016-17-yillarda hayotingizda nimalar sodir bo'lganini eslab ko'ring. Xo'p, bugun 2025-yil 14-martda birinchi oy tutilishi Sumbula burjida sizning 5-uyingizda sodir bo'ldi. Bunda sizning hobbilaringiz, qiziqishlaringiz o'zgaradi, o'zingizga yoqadigan bir hobbi bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Farzandingizning yoki sevganingizning hayotida katta o'zgarish bo'ladi. Romantika kuchli bo'ladi. Sevimli inson bilan munosabatlarning yangi bosqichga o'tishi bo'ladi. Balki siz shaxsiy biznesingizni o'zgartirasiz yoki tavakkal qilasiz. Farzandlaringiz bilan birgalikda dam olasiz. Farzand ko'rishni istaganlar uchun bu tutilish muhim o'zgarishlarni olib kelishi ham mumkin. Farzandingizning yoki o'zingizning ish bilan bog'liq masalangizni hal qilishingiz, ishlarni hisob-kitob qilib tartibga keltirishingiz mumkin. 29-martda Quyosh tutilishi Qo'y burjida sizning 12-uyingizda. Uzoq yurtlar, shifoxonalar, izolyatsiya, tugallash va yo'qotishlar sektorida sodir bo'ladi. Tutilishlarda esa aytib o'tganimday taqdiringizni o'zgartiruvchi hodisalar ro'y beradi. Ya'ni dunyo tom ma'noda o'zgaradi, muhit o'zgaradi, hayot haqidagi fikrlash o'zgaradi. Bu 12-uyingizdagi sodir bo'ladigan oxirgi tutilish bo'ladi va nimadir tugallanishi mumkin. Bunda salomatlikka ko'proq e'tibor bering va ko'proq dam oling. Ayniqsa salomatlik mavzusida o'zgarishlar bo'ladi. Shifolanish ham mumkin yoki sizni bezovta qilayotgan nimadandir qutulish bo'ladi. Nimanidir muddati tugashi mumkin yoki hiyla va yolg'on fosh bo'lishi mumkin. O'tmish bilan bog'liq bir masalaning tugashi bo'lishi mumkin. Kimgadir yordam bering yoki sadaqa bering. Sayohatga chiqishingiz ham mumkin. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, odatda yangi ishlarni Quyosh tutilishidan keyin boshlashingiz ajoyib bo'ladi, chunki astrologlarga ko'ra ikki tutilish orasida, ya'ni tutilishlar koridorida nimanidir boshlamagan ma'qul. Sababi ko'ngildagiday natijalarni olish qiyin bo'ladi va ba'zan ishlar xayrli bo'lmaydi. 27-martda hiyla nayranglarni bildiruvchi Lilit Chayon burjiga o'tadi va 9 oy davomida sizning 7-uyingizda sayohat qiladi. 7-uy turmush o'rtoq, hamkorlar, klientlar va shartnomalarni bildiradi. Bunda sizning biroz hiylali insonlar bilan qarshilashish ehtimolingiz bor. Munosabatlarda yolg'on yoki firibgarlik kuzatiladi, e'tiborli bo'ling. Turmush o'rtog'ingizning obro'yiga putur yetishi ham mumkin. Tuhmatlardan ehtiyot bo'lish kerak. 2025-yildan Saturn va Neptun Qo'y burjiga kiradilar, ya'ni sizning 12-uyingizga kiradilar. 12-uy immigratsiya, chet el, diniy, ma'naviy mavzular, yopiq joylar, izolyatsiya, ezoterika, o'z ichiga sho'ng'ish, o'zligini anglash va psixologiyani timsol etadi. Neptun 12-sektorda bo'lganda odam yolg'izlikda vaqt o'tkazishni yaxshi ko'radi, o'zini bilishga intiladi va ko'p duolar qiladi. Bunda siz juda mehribon bo'lasiz, sezgilar va intuitsiyangiz rivojlanadi, boshqalarga yordam berishga va xayrli ishlar qilishga intilasiz. Neptun bu yerda 14 yil qoladi. Bu davrda siz o'zingizni shifokor, taqvodor, psixoanalitik, musiqachi, izlanuvchi yoki o'qituvchi sifatida namoyish etishingiz mumkin. Shifoxona, sanatoriya, arxiv, kutubxona, internet, sayohat agentligi yoki mehmonxonada ishlashingiz ham mumkin. Siz ushbu davrda osongina nufuzli do'stlar orttirasiz. Ammo juda xayollar va fantaziyaga berilmaslik muhim. Bu hayotingizga salbiy ta'sir qiladi.
Neptun 12-uyingizga 31-martda kiradi va 22-oktyabrgacha qoladi. Keyin to'xtab retrograd holatga o'tadi va keyingi 2026-yildan boshlab butunlay shu sektoringizda sayohat qiladi. Shuningdek, bu cheksiz sevgini, ilohiy sevgini yoki uzoqdan turib sevishni ham timsol etadi. Masalan, chet ellik bir insonni sevib qolish bo'lishi mumkin yoki sevganingiz uzoqqa ishlashga ketadi va sevgi munosabatlaringizda orangizga masofa kiradi. Ehtimol siz dizaynerlik, rassomchilik, musiqashunoslik, aktyorlik, san'atkorlik, tarix, ezoterika yoki psixologiyaga qiziqasiz. Yolg'iz ishlaysiz, ilmiy izlanishlar olib borasiz yoki o'qituvchilik qilasiz. Shuningdek, Neptun dengiz va okeanlarning timsoli bo'lgani sababli bu chet elga ko'chish yoki sayohat bo'lishi ham mumkin va dam olishlaringiz ortadi. 20-apreldan 27-aprelgacha sizning muhitingizda qiyin bir hafta bo'lishi mumkin va bu atrofingizdagilar bilan ichki va tashqi janjalni timsol etadi. Bunda Mars qiyin jihatlar hosil qiladi. Uning Pluton va Oy bilan qarama-qarshiligi va Lilit va Quyoshga kvadrati sodir bo'ladi. Bunda shaxsiy hayotingizda munosabatlarda agressivlik kuzatiladi. Tortishuvlar bo'lishi mumkin, tuhmat yoki sizni qoralashlari mumkin. Insonlar siz bilan janjal qilishi mumkin. Lekin unutmang, bu avariyniy situatsiyalarni ham keltirib chiqaradi. Xatolar qilmang, janjalga aralashmang, chunki jahl chiqqanda aql ketadi. Yong'in va operatsiyalardan ehtiyot bo'ling. Bu sizga asosiy tavsiyam bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz bilan umuman tortishmang. U nimalarnidir sindirib, buzib qo'yishi ham mumkin. Bunday holat dekabrning oxiri va yanvarning boshida yuz bergandi. Siz qanday o'tganini yaxshi bilasiz. Sokin o'tkazishga harakat qiling. 27-aprelda Buzoq burjidagi yangi oy siz uchun muhim hodisa bo'ladi. Bu birinchi uy menlik va shaxsiyat, o'zini rivojlantirish, xarakter, tashqi ko'rinish va munosabatlar sektori va siz bu yerda shaxsingizni rivojlantirish uchun yangi qadamlar tashlashingiz mumkin. Imidjingizni o'zgartiring, go'zallashing, yangi boshlang'ichlarni boshlang va munosabatlaringizda garmoniya va muvozanat bo'lishiga e'tiborni qarating. Bu yangi imkoniyatlar, tashabbuslar, o'sishlar va yangi rejalar uchun ajoyib davrdir. Ushbu yangi oy barcha buzoqlarga ta'sir qiladi. Ayniqsa agar sizning assendentingiz 6-7-8 daraja buzoq bo'lsa yoki 25-apreldan 28-aprelgacha tug'ilganlarga kuchli ta'sir qiladi. Kelgusi 12 oy bo'yicha sizning hayotingizda yangiliklar juda ko'p bo'ladi. Saturn cheklov va to'siqlar, mas'uliyat va majburiyatlar, sinovlar planetasi ham 25-maydan 2-sentyabrgacha sizning 12-uyingizga kiradi. Ushbu davrda siz balki chet elga, uzoq joylarga ko'chib ketasiz, o'tmishga qaytasiz va qolib ketgan ishlarni bajarasiz yoki ko'proq yolg'iz qolishni, izolyatsiyada bo'lishni istaysiz. Balki dunyoviy ishlardan ko'ra ko'proq diniy, ma'naviy ishlarga e'tiborni qaratasiz. Yo'qotish va tugallashlar bo'lishi mumkin. Masalan, bu bir mas'uliyat yoki majburiyatdan qutulish bo'lishi mumkin. Ichki dunyoyingizga sho'ng'ib, o'zligingizni anglaysiz, qandaydir ilm olishni yoki ta'lim berishni boshlaysiz. Balki chet el bilan bog'liq mavzularda cheklov va to'siqlarga uchraysiz. Biron bir kutish davri bo'lishi ham mumkin. Albatta, o'z psixologiyangizni barqaror bo'lishiga harakat qiling. Qo'rquvlardan uzoq turing. Biroz depressiv holat yuzaga kelishi ham mumkin. Bu nimadandir qutulish, tozalanish va yangi bir davrga kirishga tayyorgarlik ko'rish, rejalar tuzish uchun yaxshi davrdir. Shuningdek, bu kasallik va shifoxonalar sektori bo'lganligi uchun ushbu davrda siz davolanib, shifo topishingiz ham mumkin. Turmush o'rtog'ingizning salomatligi yoki ishi bilan bog'liq ba'zi muammolar yoki to'siqlar yuzaga kelishi ham mumkin. Lekin biron bir mavzularda izlanish, o'qib o'rganish uchun, diqqatni jamlash uchun esa ajoyib davr bo'ladi. Sizga maslahatim ushbu 3 yillik davrdan ilm olish uchun yaxshi foydalaning va kelgusida bir kasbning mutaxassisi bo'lib chiqishga tayyorgarlik ko'ring. Saturn sentyabrda yana 11-uyingizga, do'stlar va jamoalar sektoringizga qaytadi va 2026-yil fevraldan boshlab u butunlay 12-uyingizda sayohat qiladi. 30-iyul kunidan boshlab ushbu 12-sektoringizda Saturn va Neptunning birlashuvi sodir bo'ladi. Bu avgustning o'rtasigacha davom etadi. Agar sayyoralarning ushbu birlashuvida yuqorida aytilgan mavzular bo'yicha o'z orzu-niyatlaringiz sari rejalar tuzib, katta qadam tashlasangiz, sizga uzoq muddatli barqarorlikni olib keladi.
Bu hayotingizdagi bir noaniqlik, tartibsizlik va xaosga barham berish, ba'zi mas'uliyatlarni o'z zimmasiga olib, jiddiy qadamlar tashlash uchun xayrli davr bo'ladi. Siz qat'iy va jiddiy bo'lib bir ishga kirishishingiz mumkin. 6-iyundan 4-iyulgacha esa Venera sizning birinchi uyingizga kirganida, ya'ni o'z uyida harakat qilganida, siz quvonchga to'la bo'lib gullab yashnaysiz, go'zallashasiz va ichki uyg'unlikda bo'lasiz. O'z go'zalligingiz bilan insonlarni maftun etasiz. Bunda siz pul borasida yangi qadamlar tashlashingiz mumkin. Pullar ko'payishi mumkin yoki sizning yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatingiz ortadi. Sevgi munosabatlarida garmoniya bo'ladi va barcha go'zalliklarni va sevgini, pullarni o'zingizga jalb qilishingiz mumkin. Lekin 11-iyunda sodir bo'ladigan to'lanoy atrofida ishda bo'ladigan o'zgarishlar va qiyinchiliklarga, pul bo'yicha krizisga va oiladagi agressiyaga ehtiyot bo'ling. Omad, imkoniyatlar, yutuqlar, taqdirning sovg'alari va katta baxt planetasi Yupiter iyun oyigacha sizning 2-uyingizda sayr qilmoqda. Sizda ish topish yoki pul topish imkonlari kuchaygan, qadr-qimmatingiz va energiyangiz ortgan. Bu davrda siz mol-mulk sohibi bo'lishingiz mumkin yoki qimmatbaho xaridlar qilishingiz mumkin. Shuningdek, sizning biznesingiz kengayadi, maoshingiz ko'tarilishi yoki klientlaringiz ko'payishi mumkin. Agar sizda ish bilan bog'liq qandaydir yangi fikrlar bo'lsa, ularni 10-iyungacha amalga oshiring. Bu yil Yupiter ham 10-iyunda burjini o'zgartiradi va endi u sizning 3-uyingizga kiradi. Yupiter 1 yil davomida o'zining eng kuchli pozitsiyasida bo'ladi. 3-uy muloqotlar, tanishuvlar, ta'lim, opa-ukalar, dokumentlar, texnika va transport sektori va Yupiter sizga shu mavzularda o'z barakasini, himoyasini va omadini olib keladi. O'qishga kirishni istasangiz, sizga omad kulib boqadi. Ushbu davrda siz kurslarda o'qiysiz, chet tili sertifikati olishingiz mumkin, ko'nikma va malakalaringizni oshirasiz, haydovchilik guvohnomasi olasiz, tanishuvlaringiz va muloqotlaringiz ko'payadi. Muloqot doirangiz o'zgaradi va yaqinlaringiz bilan suhbatlaringiz juda ko'p bo'ladi. Ko'p gapirasiz yoki ta'lim berasiz. Avtomobil sotib olish mumkin, balki texnik jihozlar, telefon, kompyuter yoki boshqa elektronik jihozlar sotib olasiz. Agar avtomobilingiz bo'lsa, uni oldi-sotdisi bo'ladi yoki uni kattarog'iga almashtirasiz. Qisqa sayohatlar ortadi, hujjat mavzulari osonlashadi. Yupiter sizga 10-iyundan to 2026-yil 1-iyulgacha opa-ukalar, sayohat, ta'lim va texnika, transport borasida o'z sovg'alarini olib keladi. Chunki Yupiter qaysi sektorga kelsa, o'sha mavzularni kattaytiradi va kengaytiradi. Shuningdek, opa-ukangiz yutuqlarga erishadi va siz ular bilan faxrlanasiz. Balki ular o'qishga kirishi, turmush qurishi yoki farzand ko'rishi mumkin. Yaqinlaringiz sizni qo'llab-quvvatlashadi, qo'shnilar yoki qarindoshlar bilan uchrashuvlar ko'payadi va ular sizni qaysidir ma'noda himoya qilishadi. Bunday go'zal hadyalar yuqorida aytganimday 2026-yil 1-iyulgacha davom etishi mumkin. Bu davr qalbdan samimiy, yaqinlaringiz bilan baxtiyor damlarni eslaydigan, go'zal emotsiyalarga to'la davr bo'lishi bilan esingizda qoladi. Bu yil katta planetalar boshqa burjga o'tishidan siz uchun asosiy va eng muhim hodisa va nihoyat Uranning sizning burjingizdan chiqib, egizaklar burjiga o'tishi bo'ladi. Uran tartibsizliklar, katta o'zgarishlar, yangiliklar, kutilmagan surprizlar, to'satdan bo'ladigan vaziyatlar va riskli ishlar planetasidir. U 7 yildan beri, ya'ni 2018-yildan beri Buzoq burjida, sizning 1-uyingizda sayohat qilayotgandi. 1-uy odamning tashqi ko'rinishi, xarakteri, temperamenti, menligi va shaxsiyatini, insonlar bilan munosabatlarini bildiradi. Endi siz uning munosabatlardagi kutilmaganda birdaniga sodir bo'ladigan ta'sirlardan qutulasiz. Ushbu o'tgan 7 yil mobaynida sizning munosabatlaringizda katta o'zgarishlar bo'ldi. Kimdir kutilmaganda turmush qurdi yoki ajrashdi yoki farzand ko'rdi, o'z biznesini boshqarishni boshladi, rahbarlikka o'tgan bo'lishi mumkin. Endi 7-iyuldan boshlab Uran 2033-yilgacha sizning 2-uyingizga kiradi va yangilik va o'zgarishlarni shu sektor bo'yicha olib keladi. 2-uy nima? Pullar, daromadlar, ko'chmas mulk va qadr-qimmat sektoringiz. Bu albatta pul borasida sizga kutilmagan tushish va chiqishlarni, ba'zida qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki Uran beqarorlikni, risklarni, kutilmagan surprizlarni, yangiliklar va tez-tez bo'ladigan o'zgarishlarni bildiradi.
Ishingiz va daromad manbaingizda kutilmagan o'zgarishlar bo'ladi va sizda stabil daromad bo'lmasligi mumkin yoki risk qilib katta pullarni yo'qotish mumkin. E'tiborli bo'ling. Qadr-qimmatingiz o'zgaradi. Siz uchun qadrli bo'lgan narsalar endi siz uchun muhim bo'lmaydi. Chunki endi sizda qadriyatlar ham o'zgaradi. Endi erkinroq bo'lasiz, ishingiz o'zgaradi, o'zingiz pul topasiz va moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lasiz. Bu frilans ishlar bo'lishi ham mumkin. Ehtimol siz internet orqali pul topishni o'rganasiz, ishda sun'iy intellektdan foydalanasiz. Uran sizga yangicha pul topishni va ishlashni zamonaviy yo'llarini ko'rsatadi. Chet elliklar bilan ishlash bo'lishi ham mumkin. Uran 8-noyabrdan boshlab yana birinchi uyingizga qaytadi va kelgusi yil apreldan boshlab 7 yil mobaynida ushbu ikkinchi sektoringizda sayohat qiladi. Bu ko'chmas mulk, qadriyatlar, o'z qadringiz, narxingiz, ishingiz va daromad manbaingizda katta o'zgarishlar bo'ladi degani. Uran elektr tokini timsol etgani sababli siz elektromobil sotib olishingiz ham mumkin. Talantlaringiz ham yuzaga chiqadi. Ehtimol 7 yil davomida sizning shaxsiyatingiz shakllandi va endi 7-iyuldan boshlab siz o'z talantlaringizni ishga solib, o'zgacha tarzda daromad topishni boshlaysiz. Keyingi muhim hodisa 7-sentyabrdagi oy tutilishi Baliq burjida, sizning 11-sektoringizda. Do'stlar, guruh va jamoalar, ijtimoiy tarmoqlar, umidlar va kelajak uyingizda sodir bo'ladi. Bunda bir do'stingiz bilan munosabatingizda pushaymonlik bo'lishi mumkin. Yangi do'stlar orttirasiz yoki internet mavzularida hiylalar bo'ladi. Balki biron guruh, jamoa bilan bog'liq cheklov yoki to'siq bo'ladi. Ehtimol do'stingizni hayotida katta o'zgarish bo'ladi. Yaxshi tomoni sizga bajargan ishlaringizdan natijalar keladi. Qandaydir yutuqlarga erishasiz va hosilni yig'asiz. 22-sentyabrda esa Quyosh tutilishi Sumbula burjida, yana sizning 5-uyingizda sodir bo'ladi. Bunda yana 14-martdagi tutilishga o'xshash hodisalar yuz berishi mumkin. Yana sevganingiz, farzandingiz yoki hobbilaringiz bilan bog'liq hodisa kuzatiladi. Siz o'z qiziqishlaringiz borasida muhim qarorlar qabul qilasiz. Hayotda aslida siz nimani istaysiz? Sizni nima baxtiyor qiladi va sizga nima yoki kim huzur-halovatni beradi? Shularni taroziga solib ko'rasiz va muhim qarorlar qabul qilasiz. Ishlarni tartibga soling, moddiy masalalarga e'tibor berib, ularni hal qilish uchun harakatga kirishing. Demak, ushbu yil davomida sodir bo'ladigan karmik tutilishlar sababli siz uchun sevganingiz, farzandlar, hobbilar, dam olishlar, o'yin-kulgu va shaxsiy biznes mavzulari kuchli bo'ladi. 5-noyabrda Buzoq burjida to'lin oy sodir bo'ladi va bu sizga kutilmagan natijalar kelishini, vaziyat oydinlanishini va tugashini ko'rsatadi. Siz muhim qarorlarni ham qabul qilasiz. Venera 7-noyabrdan 1-dekabrgacha esa sizning turmush o'rtoq, hamkorlar va shartnomalar sektoringizda sayohat qiladi. Bunda turmush o'rtoq bilan munosabatlarda garmoniya va sevgi kuchli bo'ladi. Yolg'iz insonlar uchun turmush qurish yoki unashtiruv uchun eng uyg'un payt bo'ladi. Hamkorlar bilan ajoyib kelishuvlarga erishish va shartnomalar tuzish mumkin. Yarashib olish uchun zo'r payt bo'ladi. Pul borasida ham foydali bitimlarga erishish mumkin. Shuningdek, 20-noyabrdagi yangi oyda Lilith ishtirok etayotgani uchun yangi hiylalarga yoki sizni yomonlashlariga, qoralashlariga juda ehtiyot bo'ling. Afsun-mafsun temalari bo'lishi yoki nazar tegishi mumkin. Shuningdek, turmush o'rtog'ingizning emotsional holati o'zgarishi mumkin. Merkuriy aloqalar, muloqotlar, savdo-sotiq, aql-hush, qisqa sayohatlar, elektronik jihozlar va transportni timsol etadi. Merkuriyning retrograd harakatlari davrida albatta yangi ishlarni boshlamaslik, muhim qarorlar qabul qilmaslik va katta xarajatlar qilmaslik kerak. Chunki bunda muammolar, takrorlashlar, xatolar yoki uzilishlar kuzatiladi. Retrograd davr ishlarni tugallash, takrorlash, qayta ko'rib chiqish, xatolar ustida ishlab yaxshilash davridir. Demak, Merkuriy qachon retrograd harakatida bo'lishini o'zingizga yozib qo'ying. Merkuriy 15-martdan 7-aprelgacha sizning 12-uyingizda retrograd bo'ladi. Bu qutilish, tugallashlar, shifo topish, dam olish va izlanishlar mavzularini olib keladi. Ehtimol bunda siz shifoxonaga qayta analiz topshirishga borasiz, pauza qilib dam olasiz yoki ba'zi qolib ketgan ishlaringizni tugallaysiz. 18-iyuldan 11-avgustgacha Merkuriy sizning 4-uyingizda oila,
ota-ona, turar joy va ko'chmas mulk sektoringizda retrograd holatda bo'ladi. Bunda siz yana ko'chishingiz mumkin yoki uy bilan bog'liq bir masalada to'xtalish yoki kechikish bo'ladi. Uyda nimadir buziladi, tuzatish kerak bo'ladi yoki remont qilishni takrorlash mumkin. Siz yana ota-onangiznikiga ketishingiz mumkin, qayta oilaviy uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, hayotingizda uy va oila mavzularida yana quvonchli xabarlar bo'lishi mumkin. Va Merkuriy oxirgi marta 10-noyabrdan 29-noyabrgacha sizning 8-uyingizda retrograd holatda bo'ladi. Bu paytda siz kredit yoki qarzlar bilan bog'liq ishlarni takrorlashingiz mumkin. Oldingi muammo yana takrorlanishi mumkin, krizisli holat bo'lishi ham mumkin. Aliment, soliqlarni yoki shtraf to'lashingiz mumkin. Davlatdan oladigan nafaqa yoki sug'urta mavzularida, umuman moliyaviy ishlarda kechikish, xatolik yoki takrorlash bo'lishi mumkin. Xiron asteroidi haliyam sizning 12-uyingizda sayohatini davom ettiryapti. Xiron asteroidi qalb yarasi, ustozlik va shifo mavzularini timsol etadi. Shuningdek, u ikkita degan ma'noni bildiradi. Balki siz ikki yo'nalishda rivojlanasiz yoki siz ikkita shaharda borib kelib o'qiysiz yoki ta'lim berasiz. Bu juda yaxshi holat. Balki sizning hayotingizdagi bir ayol, onangiz, opa-singlingiz yoki xolangiz uzoqqa ketadi. 12-uy yashirin dushmanlarni bildirganligi sababli bu yil sizga bir ayol qalb yarasi berishi ham mumkin. Ehtiyot bo'ling. Ehtimol siz bir shifo beruvchi insonsiz yoki insonlarga ustozlik qilasiz, ularga ta'lim berasiz yoki kimlargadir g'amxo'rlik qilasiz. Bu juda yaxshi. Aks holda u sizning salomatligingizga ta'sir qilishi mumkin. Yoki siz o'zingizga kerakli bo'lgan qo'li gul bir tabibni, shifokorni uchratishingiz ham mumkin. Og'ir planetalardan biri Pluton buyuk transformatsiya va katta o'zgarishlar planetasi 2024-yil 20-noyabrdan boshlab butunlay sizning 10-uyingizga o'tib, kelgusi 20 yillik hayotingizni shakllantirishingizda sizga yordam berishni boshladi. Ya'ni u ish, karyera, yutuqlar, maqsadlar va status sektoringizga o'tdi va bu borada o'zining katta o'zgarishlarni olib keldi. Status bu turmush qurish, ajrashish, ota-ona bo'lish yoki nevarali bo'lishdir. Pensiyaga chiqasiz yoki kasbingiz o'zgaradi. Endi karyerangiz, ishingiz, kelajak maqsadlaringiz o'zgarishi mumkin. Pluton katta kuch-qudratni bildiruvchi planeta. U juda ko'p odamni boshqarishni, katta o'zgarishlarni, xavfsizlik xizmati yoki harbiy strukturalarni timsol etadi. Balki endi siz shunda ko'p insonlarni boshqarasiz yoki harbiy strukturada bo'lasiz, bilmayman. Endi sizning hayotdagi maqsadlaringiz, yo'nalishingiz o'zgarishi mumkin. Balki obro'-e'tiborga ko'proq qiziqishni boshlaysiz yoki davlat idoralariga ishga kirasiz. Pluton katta pullarni bildirganligi sababli endi sizning pul va daromadlaringiz boshqa joydan kelishi mumkin. Mening Mila Xorazmli nomli Instagramimni kuzatib borayotganlar biladi. 2024-yilda insoniyat olamida yangi buyuk o'zgarishlar davri boshlandi. Hayotimiz ildizidan o'zgardi, rivojlandi va transformatsiya bo'ldi. Buzoqlar yangi ish, yangi kasb va maqsadlar sektoriga xush kelibsiz. Bank, soliq, moliya, matematika, kompyuterni boshqarish, metro, konlar, astrologiya va chuqur sirli ilmlar Plutonning kasblari. Ehtimol siz shu strukturalarga o'tib ketasiz. Asosan sizning kuch-qudratingiz 2044-yilgacha karyera sektorida rivojlanadi va ortadi. Men barcha yangi toza xabarlarni Mila Xorazmli Instagram sahifamda berib boryapman. U yerda yanada ko'proq va to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Videolarimni Ascendent burjingiz, Quyosh burjingiz va Oy burjingiz bo'yicha tomosha qiling, chunki uchalovi birgalikda bizning hayotimizdagi voqealar rivojini ko'rsatib berishadi. Mana sevimli buzoq burchlarim, 2025-yilga obzorim, astrologik prognozim nihoyasiga yetdi. Like bosing va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Astrologik yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va yangi proyektlarimizni kuzatib boring. Barcha burchlar uchun 2025-yil goroskopini xarid qilish yoki natal kartani izohlash xizmatimizdan foydalanish uchun Telegram manzilimizni video ostida qoldiraman. YouTubedan tashqari bizni Telegram va Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Kanallar linklari esa video ostida mavjud. Keyingi prognozlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.